Xitoy bilan Hindiston chegara o'rtasidagi to'qinish davom qilmoqda. Ekilishicha, yaqinqi kunlarda yana jiddiy holat yuz berib, nurg'un Xitoy askarlari talafotga uchragan va jiddiy tarqoqlashtirishga majbur bo'lgan. Hodisaning asosiy sababi bo'lsa, Xitoy armiyasining chegara rayonida qurgan gazarmasining dengiz egizligidan taxminan 4570 metr egiz taq o'rnashtirilganligi. Kuz va qish faslida tog'liq rayonning temperatura farqi cho'ng bo'lganlikdan, kechida eng tuvan temperatura 0 Selsiya gradusdan tuvan bo'lg'achqa Xitoy askarlarining moslashishi tas bo'lgan. Hindistonning ingliz xabar kanali bo'lgan Vaqt gazetining xabariga qaraganda, Pangun ko'lining shimoliy qirg'og'ida taxminan 5000 Xitoy askari bor bo'lib, oldingi hafta tuvan temperatura sababli nurg'un Xitoy askarlari talafotga uchragan. Bugungi Hindiston xabar agentligining sentabr oyining oxiridagi doklatiga qaraganda, Xitoy Kompartiyasiga qarshi turib, o'z chegarasini jon bilan qo'g'dayotgan Hindiston armiyasining sovuq qarshi tayyorlik qilganligini. Hindiston armiyasi necha 10 yildan buyangi eng cho'ng ashyo oborti bilan ta'minlash harakati berib, barliq to'shig'ich qatnash aeroplani va tikchor aeroplanlarini ishlatib, kiyim-kechak, chedir, yemaklik, xabarlash uskunalari, yiqilg'i va isitqich qatorliq ashyolarni yutkab, chegara turish askarlarining qishliq ashyo oborti aslalarini kuchaytirib, chegara rayonida uzun muddat turishga tayyorlanganligini. Hindiston armiyasiga T-72 va 90 tipdagi asosli urush bronevik va piyoda askarlar urush mashinasi saflanganligini. Bu uskunalarning 0 dan tuvan 40 Selsiya graduslik tuvan temperaturada normal o'rnashtirg'ili va mashg'ulot qilib bo'lganligini bildirgan. Xitoy Hindiston chegarasidagi qatma holatning qisqa muddat ichida bo'lmasligidan ikki tarafdan taxminan 100 ming askar Xitoy bilan Hindiston chegarasiga o'rnashtirilgan ekan.